Assalamu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar Ma'lamni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir surutda 20 yil ishlab oxiri uyiga qaytadigan bo'pti. Xo'jayini uningdan "Sana 20 yillik muosh lozimmi yoki 3 jumla samimiy maslahat lozimmi?" deb so'rabdi. "Men ata yo'lga chiqaman. Ata atdiganda javobini beray" debdi. Xo'jayini "Bo'ladi" debdi. U kechasi uxlamabdi. Ertesi u xo'jayiniga "Menga 3 jumla samimiy maslahat kerak" debdi. Shuning bilan ikkinchi, aniq yaxshi ish emasligini biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketmagan. Balkim mushuning sababidan hayotingdan ayrilib qolishing mumkin. Uchinchi, qiziqqan vaqtingda hargiz qaror chiqarma. Bo'lmasa, bu qaror sening bir umr afsuslanadigan ishingga aylanib qolishi mumkin. Bularni deb bo'lib xo'jayini bu erga ozroq pul va 3 tal bulka beribdi. Hamda eng cho'ng bulkani uyga berib bo'lgandan keyin ondan yiyin deb topilabdi. Yo'lga chiqibdi. U necha kun mengibdi. Birinchi bulkaning yarmini yebdi. Uzoq o'tmay bir yo'l eg'iziga uchrabdi. U boshqalardan "Qo'shni kanatga qaysi yo'l bilan mangisi yaqin?" deb so'rabdi. Yo'lovchi "Kichik yo'l bilan mening." "Yaqin" debdi. Yo'lovchi "Cho'ng yo'l bilan mening, bexatar" debdi. U ayoli bilan ko'rishishga qattiq taqozo bo'lib ketgachga kichik yo'l bilan mengibdi. Mengib uzoq o'tmay yo'lovchilarning yaqin atrofda tog' qaroqchilarining adab ketganligi to'g'risida deyishayotgan gapini anglab qopti. Shuning bilan u xo'jayinining birinchi nasihatini yodiga olibdi. Shuning bilan kayinib cho'ng yo'l bilan mengibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkaning ozroq qismini yeb bo'pti. U arzon qunalg'udan birini tepibdi. Yerim kecha bo'lganda bir ayolning yig'i ovozini anglab uxlay olmabdi. Shuning bilan chiqib qarab boqmoqchi bo'pti. Bu chog'da u xo'jayinining ikkinchi nasihatini esiga oldi. Yaxshi ish emasligini aniq biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketma. Shuning bilan u yetib uxlabdi. Ikkinchi kuni atdigan o'rnidan turgan vaqtida do'kon egasi uningdan hayronlik bilan so'rabdi. "Siz hayotmi?" U tushunmay nimishqa bundoq so'raydiganligining sababini so'rabdi. Do'kon egasining deyishicha, uning bir sarang qizi bor bo'lib, kesili qo'zg'alib qolgan vaqtida yig'lab boshqalarni chaqirib chiqib, ondan ularni o'ltirib ketdi ekan. Tunugun qo'ngan mehmonlarning ichida faqat bir o'ziningla hayot qilganligini anglabdi. Ig'ir bir tinibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkani yeb bo'lgan vaqtida uyiga yaqinlab qopdi. Qorong'u tushib uzoq o'tmay u o'zining kantiga yetib keldi. Uyiga kelib, endi eshik chekay deb turishiga o'ylamagan yerdan uyda bir kishining ovozini anglabdi. Uning qattiq ochiq kelibdi. Qo'liga bir paltoni ilib uyga itilib kirmoqchi bo'pti. Biroq u chog'da xo'jayinining 3-chi nasihatini yodiga olibdi. Qiziqqan vaqtida hargiz hech qanday qaror chiqarma. Balkim bu qaroring bir umrlik pushaymoningga aylanib qolishi mumkin. Shuning bilan u o'zini besib olib, uyining oldida bir kecha o'ltiribdi. Ikkinchi kuni sahardala eshikni chekibdi. Ayoli uning qaytib kelganini ko'rib, shunday xush bo'lib ketibdi. Biroq u shunday sovuqqonlik bilan "U kim?" deb so'rabdi. Ayoli kulib turib debdi. "U bizning o'g'limiz." "Emasmi? Siz ketib uzoq o'tmaylar bu chog'da u bu yosh yigitning chiroyining o'ziga shunday o'xshaydiganligini bayqabdi." Ota bola ikkisi tunji qitim ko'rishib, bir-birini quchoqlashib, yig'lashib ketibdi.
biroz g'amxo'rlikdan keyin er 3-chi bulkini elib ayoli va o'g'li bilan birga yemoqchi bo'pti. O'ttirini kesgandan keyin o'zining 20 yillik maoshining shuning ichida ekanligini bayqabdi. Amaliyotda bu biz har birimizning kishilik hayot nasihat so'zlarimizdir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalımızga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar alamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Avlibit. Bir kuni bir yosh yigit Gretsiyalik mashhur siyosiy faylasuf Sokratdan so'rabdi. Qalbiga qanday yetish kerak? Sokrat uningga "Men bilaman, sana qalbiga qanday yetish kerakligini ko'rsatib qo'yay" deb bir daryo bo'yiga ilib ketdi. Ondan yigitga o'zi bilan birga daryoga kirishga buyurdi. Daryoning yerimiga kelib, suv har ikkisining bo'yniga kelganda, Sokrat tuyuqsizlik hiliqi yigitning bo'ynidan beshini sug'ib bostirishga boshlabdi. Hamda midirlig'i qo'ymabdi. Hiliqi yigit jon ochiqchiligida ko'zi ko'p ko'kirib o'lgili tas qolganda sudun chiqaribdi. O yigit ochiqlab, "Nima qilganingiz bu apandim?" deb andikib so'rabdi. Sokrat, "Sen boya suning ichida tinolmayotganingda dunyoda hammadan bak nimani orzu qilding?" deb so'rabdi. Yigit darhol, "Albatta havo" deb javob berdi. Sokrat, "Sen qalbini boya tinolmayotganda havoni orzu qilgandek, ana shundoq orzu qilganingda ondan uningga yetsan" deb javob berdi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Avlibit. Pokistonlik doktor Ishan Husayni ko'rsatgan xizmatlarining mukofotini olish uchun aeroplan bilan xalqaro ilmiy yig'inga bordi. Lekin yo'lda chaqmoq so'qib, aeroplan ularga eng yaqin aerodromga qo'nishga majbur bo'ldi. Keyingi aeroplan 16 soatdan keyin uchadigan bo'lib, doktor Ishan Husayn "Qandaqli bo'lmasin, yig'inga vaqtida bormsan bo'lmaydi" deb ochildi. Xizmatchilar uning bordigan yerining mashinalik 6 soat yiroqlik ekanligini, agar xolasa mashindan birini kiroq dedigini aytdi. Doktor aldirab tenapli yo'lga chiqdi. Lekin qattiq yoqqan yomg'ir sababli kelkun kelib, doktor yo'lni davom qilolmaydi. O yo'l yoqsidagi koni uy ishini chekib kirib, yashangan ayoldan "Uyda telefon bormi? Ciddi telefon urursam bo'lmaydi" deydi. Yashangan ayol "Ko'rmayapsan bolam. Bu yerda telefon tugul, tokmi yo'q. Sen bularni bir chetga qayirib qo'y. Kel. Bir piyol choy iç, tamoq yegin. Uningdan keyin biz bularni o'ylashaylik" deydi. Doktor ilojsiz tamoq yeb, choyni ichib o'tirganda Mo'may namoz o'qib uzundan uzun duo qildi. Doktor sinchilab qarab, Mo'mayning to'xtamay beshik tardiyotganini, bu beshikda bo'lsa kichik buvoqning medirlamay yotganini ko'rdi.
Doktor Momaydın, bu vaqt kimning? Nemişki yığılab turib uzun dua qilsiz? deb so'radi. Bu nevram ota-onasidan yetim qoldi. Ig'ir kesilba. Musha atrofdagi doktorlarga ko'rsatdim. Amal yo'q. İşan Hüseyin ismli bir doktor var. Şu amal qılalaydı deyishdi. Lekin o doktor nayt yiroqda ekan. Bir necha kunning yağı Allah'a bu vaqtning ishni oson qil deb duo qilyapman. Doktor Hüseyin yig'ilgan holda Allohning o'zining quliga istaganini qandoq yetkazganligini qalbimdan iymon etdim. Sizning duolaringiz chaqmoq chaqtirib aeroplanni yerga qo'ndirdi. Kelkun keltirib meni bu yerga ilib keldi. O'rningizdan turing ana. Dualaringiz ijobat bo'ldi. Men İşan Hüseyin'i doktor bo'laman dedi. Shundaq do'stim. Barcha yo'llaringiz to'salganda osmon zimin yaratgan egisiga yelining. Buning iltimosnomasi duodir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz bizga ergashing. Assalamu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Madina Abdusattar. Er kishi nemishqa o'zining ayolini boshqa ayollarga qaraganda ko'rimsiz ko'radi. Kişilerden biri hikmetlik ve tecrübe egisi bo'lgan bir alimning qishig'i berib, "Men ayolimni tunji ko'rganimda, uningdek go'zal bir qiz yo'q" deb o'ylaydim. Choy ishkizilgandan keyin uni xili ko'p qizlardan chiroylikan deb o'yladim. To'y qilib bo'lgandan keyin uningdan chiroyli ayollarning ko'pligini his qildim. To'y qilib bir qancha yil o'tgandan keyin bo'lsa, uningdan boshqa ayollarning hammasi go'zal ko'rinadigan bo'lib qoldi, dedi. Olim o kishiga, "Sana deganingni qo'rqinchli qishni deb beraymi?" dedi. O kishi ma'qul dedi. Olim, "Agar sen dunyodagi ayollarning hammasi bilan to'y qilsang, dunyodagi butun ayollardan ko'chadagi chiroyliroqkan deb o'ylaysan" dedi. Biliq kishi, "Bu nima deganlari?" deb achchiqlanganda olim, "Bu yerdagi masala ayolingda emas, balki senda. Agar insonning qalbi tamaxur, ko'zi Allohdan hayo qilmaydigan bo'lsa, uning ko'zini qabrining to'pisidan boshqa narsa to'shqiz olmaydi. Sendagi eng chong masala ko'zingni Alloh harom qilgandan yummaslik. Ayolingni tunji ko'rgan vaqtingdagidek dunyodagi eng go'zal holatiga qaytarishni xohlamsan?" dedi. O kishi ma'qul bo'ldi. Olim, "Ko'zingni nomahramdan yiqqin" dedi va Allohning "Mümin erlerge aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir" degan oyatini o'qib berdi. Ilkimni bo'lmagan har narsani shuncha go'zal va chiroyli hisoblaysan. Erishganingni bo'lsa, nazaringda odatdagi narsaga aylanadi. Mana bu haqiqat. Shunga ilkimnigini cho'ng bil, tamaxur bo'lma. Çünkü sen mal dünya ve güzellerinin kaynidan minib charchagan holatda hayotingni oxirlashtirsan. Eng güzel narsa Allohga ibodat qilish va yaxshi amallarni qilishdir. Ibodatning lazzatini Alloh uchun yashagan kishidan boshqa hech kim bilmaydi. Har doim Allohdan ayolingizni sizga go'zal ko'rsatib berishini va muhabbatini qalbingizga selishini so'rang.
Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Asiya. Nazarimdagi eng tuvan kishilar inson turib, inson yaratmaydigan kishilar. Ular hech kimni yaratmaydi. Oxiri hech kimga yaramaydi. Kam qo'rsoqlik qo'rqqanlik emas. Aksicha yo'q qo'yganlik. Qarindoshlarim bilan talashdim. Sen yangdin, biroq tayanching ketdi. Ayolim bilan talashdim. Sen yangdin, muhabbatim ketdi. Yo'ldoshim bilan talashdim. Sen yangdin, baxtim ketdi. Do'stlarim bilan talashdim. Sen yangdin, sirdishing ketdi. Shuni o'ylab baxtimmi? Eng oxirida qattiq yenilsam bo'ldim. Agar qonunimizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Kambag'al bir kishi yaratquchiga nola qilishga boshlabdi. Ey Allah! Nimishqimni boshqa bandilaringdan kam ko'rding? Nimishqa rizqimni kam qilib yaratding? Buning bu gaplarni bir yo'lovchi anglab qopti. Va uningdan so'rabdi. Hey birodar, tinchlikmi? Nimadan norozi bo'tsan? O kishi Allah bana ko'p rizq ata qilmaydi. Tinmay mehnat qilaman. Biroq shu kambag'allikdan hech qutulolmayapman qira. Yo'lovchi biroz o'ylanib turgandan keyin men sana 5000 tillo beraman, ammo bir shartim o'rniga bir ko'zing voz kechsa bo'lamdi? Kambag'al qattiq qo'rqib ketdi. Da kayniga ishqa qadam chekinibdi. Ve sen saqmı qandaq? Va qandaqsiz 5000 tilloga bir ko'zimni kechiman. To'si bir qiziq bu. Yo'lovchi sal turib davom etibdi. Bundaq bo'lsa, bir qo'lingni ber. 10,000 tillo berman, debdi. Bo'lmaydi. Qandaq nima sen? Deb ochiqlashga boshlabdi kambag'al. 100,000 bersangmi men qo'limni hargiz bermayman. Mayli undaq bo'lsa, shu 10,000 tilloga bir barmog'ingni ber. Qanda? Nimishki men barmog'imni bergidekman sana. Butun dunyodagi boylikni bersangmi, men barmog'imga almashtirmayman, deb xapolab ketibdi. Uning bu gapini anglagan yo'lovchi maqsadiga yetibdi. U mundaq debdi. Ey noshukr banda, ya unda bo'lsa nemish qinola qilasan? Allohning sana qanchalik berganini ko'rmayaptamsan? Futqoling saq, aql o'shingmi joyida ekan. Sen bo'lmasa faqirlikdan haliqib o'tiribsan. Allah bergan shu ne'matga shukr qilishing kerak emasmi? debdi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling.
Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir shaharda ikki qo'shni yashaydi ekan. Birining oilasidagilar hamma narsada bir-birini ayblab, hech kelishamaydi ekan. Uylardan pat-pat varangchiroq ovozi chiqib turdi ekan. Ikkinchi qo'shnisining uyida bo'lsa, hech qanday qattiq ovoz anglamaydi ekan. Bir kuni jidalxo qo'shnisining xotini eriga "Bering, nemish ularning jidal qilmasning sababini bilib keling" debdi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, uyning bir bulonga mukinib olibdi va kuzatishga boshlabdi. Ayoli ko'zlarni yo'tkayotganda telefon jiranglab qoldi. Ayoli qo'ldagi ko'zni takchiga qo'yib, telefonni olibdi. Shu vaqtda eri boshqa bir uydan chiqib, bexastalikdan ko'zni yerga tushirib sapdi. Ko'za sunib ketibdi. Ammo yo'shinib turgan u "Amdi jital bo'ldi-ku" deb turganda ayoli kelib kechirim so'rabdi. "Kechiring, men aybdorman. Ko'zni takchiga men qo'yib qo'ygan" debdi. "Yo'qay, nima deyapsan?" deb javob berdi eri. Men ayblik. Men doimo aldirash yurman. Diqqat qilolmay qoptiman." Mayli. Sunsi bir atal ko'z kelgu" debdi. Jidalg'u qo'shna uyga kelgan vaqtda ayoli uningdan so'rabdi. "Bak uzab ketdingiz-ku. Zodi nima ekan sababi?" debdi. Yo'ldoshi unda bo'lishi ularning har ikkisi ayblikkan. Bizda bo'lsa ayblar yo'q. Har qanday ishda har ikkimiz haq bo'lib urishadiganmiz deb javob beribdi. Shundoq do'stlar, bu dunyoda keng qo'saqlik bilan apochalikdan boshqa insonni insonga yaqinlashtiradigan bebaho guhar bo'lmasi kerak. Hurmatli do'stim, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, mushtari bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Biz bir ikki haftadan beri anlatib kelayotgan programmalar sınaq nusxada anlatib kelayotgan programmalar bo'lib, nurg'ulg'an tomoshabinlarimizning qo'llashidan o'tdi. Shunga programmamizni rasmiy turda e'lon qilishni bugundan boshlab yo'l qo'ydik. Shundaqla sizning bizning bu programmaning tunji anglag'uvchi bo'lganingizni qizg'in tabriklaymiz. Hamda bizni qo'llab madad berishingizni, hamda programmalar sizga ozroq ma'naviy oziq ato qilib kelgan bo'lsa, bizning kanalimizga ergashishingizni va qimmatli taklif fikrlaringizni berishingizni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmaning ismi bugundan e'tiboran ma'lumni yoritgan suhbat programmasiga o'zgartirildi. Diqqatingizni berganingizga ko'p rahmat. Qadrli anglag'uvchilar, anglayotganlar, ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir sayohatchi bir mo'mayning daryo bo'yida suvdan o'tolmay turganini ko'ribdi. U intayin charchab ketgan bo'lsa-mu, bütün kuchini chiqarib, heliqi mo'mayni yudib daryodan o'tkazib qo'yibdi. Natijada daryodan o'tib bo'lgandan keyin mo'may hech narsa demayla ketib qoldi.
sayohatchi intayin pushaymon qilibdi. Shuncha jafo tortib bu mo'mayni daryodan o'tkazib qo'yishga arzimaydigandek his qilibdi. Chunki bu mo'may rahmat o'g'lim degan bir ig'iz gapni qilmagan ekan. Kim bilsin, necha soatlardan keyin uning herib madori qolmaganda bir yigit yurgan petim uning kaynidan yetib kelibdi. O yigit mundaq debdi: "Momamni qutqizganingizga rahmat. Momam aslida mashina vaqasida so'zlaymaydigan bo'lib qolgan. Momam sharat orqali bu narsalarni sizga yetkazib berishimni topildi. Sizni ishiltib qolarmikin degan umiddaman." deb so'zni tugatibla yigit bir muncha yemaklarni sayohatchiga tanglabdi. Hamda minib kelgan itinimi uningga sovg'a qilibdi. Shundoq do'stlar, hayotning sizga javob berishiga oldirma. Ba'zida savrchanlik bilan saqlashingizga to'g'ri keldi. Mayli yaxshilik qiling, mayli yomonlik qiling, cho'qim hasilab yonadi. Hatto hech qanday ish javobsiz qolmaydi. Hurmatli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsanglar, bizga agishing. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar bu kechsiz tanha emas programmasining donalar turdonalari sahifasi. Mikrofon oldida Asiya. O'ziga ishonch kamil kishilarda ko'rinmaydigan 15 turlik ahvol. Birinchi, bahoni ilgari surmaydi. İkinci, başkalar qilishdan qo'rqqan ishlarni qilishdan qo'rqmaydi. Üçüncü, rahat farog'at qo'g'lashmaydi. To'rtinchi, bugunning ishini ertaga qo'ymaydi. Beshinchi, boshqalarning salbiy tushunchalarining ta'siriga uchirmaydi. Oltinchi, başkalarga baha vermeydi. 7. Şəraitinin yar vermeyenligini görüp bel koyu etmeydi. 8. Özünü başkalar bilen seliştirmeydi. 9. Həmmə kişini memnun qılışqa uğrunmaydı. 10. Muqim bir kapaletga muhtojlik his qilmaydi. 11. Hayotning ochiq realligini nazardan saqit qilmaydi. 12. Kichik umutsizliklar sababidan ishini yerim yo'lda tashlamaydi. 13. Bir ishga tutush qilish uchun boshqalarning tasdiqi yoki rag'batlantirishiga muhtoj emas. 14. Özünü tar dairəyə məhkum qılmaydı. 15. Tor dünyasında oxuyan hər nərsəyə qarğularca əgəşməydi. Üstüdə oylanıdı, istinidi. Əgər qanunumuzni yoqtirgan bo'lsangiz, qanunimizga a'zo bo'ling. Anglayotganinglar bu kechsiz tanha emas programmasining hayot hikmatlari sahifasi.
Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar Ma'lamni yo'ratgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir surutda 20 yil ishlab oxiri uyiga qaytadigan bo'pti. Xo'jayini uningdan "Sana 20 yillik maosh lozimmi yoki 3 jumla samimiy maslahat lozimmi?" deb so'rabdi. "Men ata yo'lga chiqaman. Ata atdiganda javobini beray" debdi. Xo'jayini "Bo'ladi" debdi. U kechasi uxlamabdi. Ertesi u xo'jayiniga "Menga 3 jumla samimiy maslahat kerak" debdi. Shuning bilan xo'jayini uningga 3 ig'iz samimiy maslahatni aytib beribdi. Birinchi: mumkin bo'lmaydigan udul yo'lni izlashga urinma. Dunyoda o'ng'ay ish yo'q. Faqat astoydillik eng yaxshi usul. Ikkinchi: aniq yaxshi ish emasligini biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketmagin. Balkim mushuning sababidan hayotingdan ayrilib qolishing mumkin. Uchinchi: qiziqqan vaqtingda hargiz qaror chiqarma. Bo'lmasa bu qaror sening bir umr afsuslanadigan ishingga aylanib qolishi mumkin. Bularni deb bo'lib xo'jayini bu erga ozroq pul va 3 tal bulka beribdi. Hamda eng cho'ng bulkani uyga berib bo'lgandan keyin ondan yiyin deb tapilabdi. Yo'lga chiqibdi. U necha kun mengibdi. Birinchi bulkaning yarmini yebdi. Uzoq o'tmay bir yo'l eg'iziga uchrabdi. U boshqalardan "Qo'shni kanatga qaysi yo'l bilan mangisi yaqin?" deb so'rabdi. Yo'lovchi "Kichik yo'l bilan mening." "Yaqin" debdi. Yo'lovchi "Cho'ng yo'l bilan mening, bexatar" debdi. U ayoli bilan ko'rishishga qattiq taqozo bo'lib ketgachga kichik yo'l bilan mengibdi. Mengib uzoq o'tmay yo'lovchilarning yaqin atrofda tog' qaroqchilarining adab ketganligi to'g'risida deyishayotgan gapini anglab qopdi. Shuning bilan u xo'jayinining birinchi nasihatini yodiga olibdi. Shuning bilan kayniyinib cho'ng yo'l bilan mengibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkaning ozroq qismini yeb bo'pti. U arzon qunalg'udan birini tepibdi. Yerim kecha bo'lganda bir ayolning yig'i ovozini anglab uxlay olmabdi. Shuning bilan chiqib qarab boqmoqchi bo'pti. Bu chog'da u xo'jayinining ikkinchi nasihatini esiga oldi. Yaxshi ish emasligini aniq biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketma. Shuning bilan u yetib uxlabdi. Ikkinchi kuni atdigan o'rnidan turgan vaqtida do'kon egasi uningdan hayronlik bilan so'rabdi. "Siz hayotmi?" U tushunmay nimishqa bundoq so'raydiganligining sababini so'rabdi. Do'kon egasining deyishicha, uning bir sarang qizi bor bo'lib, kesili qo'zg'alib qolgan vaqtida yig'lab boshqalarni chaqirib chiqib, ondan ularni o'ltirib etdi ekan. Tunugun qo'ngan mehmonlarning ichida faqat bir o'ziningla hayot qilganligini anglabdi. Ig'ir bir tinibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkani yeb bo'lgan vaqtida uyiga yaqinlab qopdi. Qorong'u tushib uzoq o'tmay u o'zining kantiga yetib keldi. Uyiga kelib, endi eshik chekay deb turishiga o'ylamagan yerdan uyda bir kishining ovozini anglabdi. Uning qattiq ochiqi keldi. Qo'liga bir paltoni ilib uyga itilib kirmoqchi bo'pti. Biroq u chog'da xo'jayinining 3-chi nasihatini yodiga oldi. Qiziqqan vaqtida hargiz hech qanday qaror chiqarma. Balkim bu qaroring bir umrlik pushaymoningga aylanib qolishi mumkin. Shuning bilan u o'zini besib olib, uyining oldida bir kecha o'ltiribdi. Ikkinchi kuni sahardala eshikni chekibdi. Ayoli uning qaytib kelganini ko'rib, shunday xush bo'lib ketibdi. Biroq u shunday sovuqqonlik bilan "U kim?" deb so'rabdi. Ayoli kulib turib debdi. "U bizning o'g'limiz." "Emasmi? Siz ketib uzoq o'tmaylar bu chog'da u bu yosh yigitning chiroyining o'ziga shunday o'xshaydiganligini bayqabdi." Ota bola ikkisi tunji qitim ko'rishib, bir-birini quchoqlashib, yig'lashib ketibdi.
Biroz g'amxo'rlikdan keyin er 3-bulkini elib ayoli va o'g'li bilan birga yemoqchi bo'pti. O'ttirini kesgandan keyin o'zining 20 yillik maoshining shuning ichida ekanligini bayqabdi. Amaliyotda bu biz har birimizning kishilik hayot nasihat so'zlarimizdir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanlimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar alamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Oblibit. Bir kuni bir yosh yigit gretsiyalik mashhur siyosiy faylasuf Sokratdan so'rabdi. Qalbiga qanday yetish kerak? Sokrat uningga "Men bilaman, sana qalbiga qanday yetish kerakligini ko'rsatib qo'yay" deb bir daryo bo'yiga ilib ketdi. Ondan yigitga o'zi bilan birga daryoga kirishga buyuribdi. Daryoning yerimiga kelib, suv har ikkisining bo'yniga kelganda, Sokrat tuyuqsizlik hiliqi yigitning bo'ynidan beshini suv bostirishga boshlabdi. Hamda midirlig'i qo'ymabdi. Hiliqi yigit jon ochiqchiligida ko'zi ko'p ko'kirib o'lgili tas qolganda sudun chiqaribdi. O yigit ochiqlab, "Nima qilganingiz bu apandim?" deb andekib so'rabdi. Sokrat, "Sen boya suning ichida tinolmayotganingda dunyoda hammadan bak nimani orzu qilding?" deb so'rabdi. Yigit darhol, "Albatta havo" deb javob berdi. Sokrat, "Sen qalbini boya tinolmayotganda havoni orzu qilgandek, ana shundoq orzu qilganingda ondan uningga yetsan" deb javob berdi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Oblibit. Pokistonlik doktor Ishan Husayni ko'rsatgan xizmatlarining mukofotini olish uchun aeroplan bilan xalqaro ilmiy yig'inga bordi. Lekin yo'lda chaqmoq so'qib, aeroplan ularga eng yaqin aerodromga qo'nishga majbur bo'ldi. Keyingi aeroplan 16 soatdan keyin uchadigan bo'lib, doktor Ishan Husayn "Qandaqli bo'lmasin, yig'inga vaqtida bormsan bo'lmaydi" deb ochildi. Xizmatchilar uning bardigan yerining mashinalik 6 soat yiroqlik ekanligini, agar xolasa mashindan birini kira qilib berganini aytdi. Doktor aldirab tinapli yo'lga chiqdi. Lekin qattiq yoqqan yomg'ir sababli kelkun kelib, doktor yo'lni davom qilolmaydi. U yo'l yoqsidagi koni uy ishini chekib kirib, yashangan ayoldan "Uyda telefon bormi? Ciddi telefon urimsam bo'lmaydi" deydi. Yashangan ayol, "Ko'rmayapsan bolam. Bu yerda telefon tugul, tokmi yo'q. Sen bularni bir chetga qayirib qo'y. Kel. Bir piyol choy ichish, tomoq yegin. Uningdan keyin biz bularni o'ylashaylik" deydi. Doktor ilojsiz tomoq yeb, choyni ichib o'tirganda Mo'may namoz o'qib uzundan uzun duo qildi. Doktor sinchilab qarab, Mo'mayning to'xtamay beshik tardiyotganini, bu beshikda bo'lsa kichik buvoqning medirlamay yotganini ko'rdi.
Doktor Momaydın, bu vaqt kimning? Nemişki yig'lab turib uzun duo qilsiz? deb so'radi. Bu nevram ota-onasidan yetim qoldi. Ig'ir kesil bor. Musha atrofdagi doktorlarga ko'rsatdim. Ammo yo'q. İşan Hüseyin ismli bir doktor var. Şu amal qila oladi deyishdi. Lekin o doktor nayt yiroq ekan. Bir necha kunning yog'i Allah'a bu vaqtning ishni oson qil deb duo qilyapman. Doktor Hüseyin yig'ilgan holda Allohning o'zining quliga istaganini qandoq yetkazganligini qalbimdan iymon etdim. Sizning duolarınız çaqmaq çaqtırıp aeroplanni yerga qondurdi. Kelkün keltirib meni bu yerga ilib keldi. O'rningizdan turing ana. Dualarınız ijobat bo'ldi. Men İşan Hüseyin'i doktor bo'laman dedi. Shundaq do'stim. Barcha yo'llaringiz to'salganda osmon zimin yaratgan egisiga yelining. Buning iltimosnomasi duodir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, bizga ergashing. Assalamu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Madina Abdusattar. Er kishi nemishqa o'zining ayolini boshqa ayollarga qaraganda ko'rimsiz ko'radi. Kişilerden biri hikmetlik ve tecrübe egisi bulgan bir alimning qishig'i berib, "Men ayolimni tunji ko'rgunimda, uningdek güzel bir qiz yo'q" deb o'ylaydim. Choy ish kuzilgandan keyin uni xili ko'p qizlardan chiroyliqkan deb o'yladim. To'y qilib bo'lgandan keyin uningdan chiroyli ayollarining ko'pligini his qildim. To'y qilib bir qancha yil o'tgandan keyin bo'lsa, uningdan boshqa ayollarning hammasi güzel ko'rinadigan bo'lib qoldi, dedi. Olim o kishiga, "Sana deganingni qo'rqinchli ishni deb beraymi?" dedi. O kishi ma'qul dedi. Olim, "Agar sen dunyodagi ayollarning hammasi bilan to'y qilsang, dunyodagi butun ayollardan ko'chadagi chiroyliroqkan deb o'ylaysan" dedi. Iliq kishi, "Bu nima deganlari?" deb achchiqlanganda olim, "Bu yerdagi masala ayolingda emas, balki senda. Agar insonning qalbi tamaxur, ko'zi Allohdan g'oya qilmaydigan bo'lsa, uning ko'zini qabrining to'pisidan boshqa narsa to'shqizolmaydi. Sendagi eng cho'ng masala ko'zingni Alloh harom qilgandan yummaslik. Ayolingni tunji ko'rgan vaqtingdagidek dunyodagi eng go'zal holatiga qaytarishni xohlamsan?" dedi. O kishi ma'qul bo'ldi. Olim, "Ko'zingni nomahramdan yiqqin" dedi va Allohning Mümin erlerge aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini zinodan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir degan oyatini o'qib berdi. Ilkimni bo'lmagan har narsani shuncha go'zal va chiroyli hisoblaysan. Erishganingni bo'lsa, nazaringda odatdagi narsaga aylanadi. Mana bu haqiqat. Shunga ilkimnigini cho'ng bil, tamaxur bo'lma. Çünkü sen mal dünya ve güzellerinin kaynidan minib charchagan holatda hayotingni oxirlashtirsan. Eng güzel narsa Allohga ibodat qilish va yaxshi amallarni qilishdir. Ibodatning lazzatini Alloh uchun yashagan kishidan boshqa hech kim bilmaydi. Har doim Allohdan ayolingizni sizga go'zal ko'rsatib berishini va muhabbatini qalbingizga selishini so'rang.
Assalamu alaykum, hürmetli anlıqçılar. Anlavatqınınla mələmni yoritqan ay bilan söhbət proqramımızın hayat hikmətləri səhifəsi. Mikrofon aldıda Asiya. Nazarimdagi eng tuvan kishilar inson turib, insonni yaratmaydigan kishilar. Ular hech kimni yaratmaydi. Oxiri hech kimga yaramaydi. Kam qo'rsaqlik qo'rqqanlik emas. Aksicha yo'q qo'yganlik. Qarindoshlarım bilan talashdim. Sen yandin, biroq tayanching ketdi. Ayolim bilan talashdim. Sen yandin, muhabbatim ketdi. Yo'ldoshim bilan talashdim. Sen yandin, baxtim ketdi. Do'stlarim bilan talashdim. Sen yandin, sirtishing ketdi. Shuni o'ylab baqdimmi? Eng oxirida qattiq yenilsam bo'ldim. Agar qonunimizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Anglavatqınınla mələmni yoritqan ay bilan söhbət proqramımızın hayat hikmətləri səhifəsi. Kambag'al bir kishi yaratquchiga nola qilishga boshlabdi. Ey Allah! Nimishqini boshqa bandilaringdan kam ko'rding? Nimishqa rizqimni kam qilib yaratding? Buning bu gaplarni bir yo'lovchi anglab qopti va uningdan so'rabdi. Hey birodar, tinchlikmi? Nimadan norozi bo'tsan? O kishi Allah bana ko'p rizq ato qilmaydi. Tinmay mehnat qilaman. Biroq shu kambag'allikdan hech qutulolmayapman qira. Yo'lovchi biroz o'ylanib turgandan keyin men sana 5000 tilla beraman. Ama bir şartım o'rniga bir ko'zing voz kechsa bo'lamdi? Kambag'al qattiq qo'rqib ketdi. Kayniga 2 qadam chekinibdi. Ve sen saqmi qandaq? Men qandaqsiga 5000 tillaga bir ko'zimni kechiman. To'g'ri bir qiziq-ku bu. Yo'lovchi sal turib davom etibdi. Bundaq bo'lsa, bir qo'lingni ber. 10,000 tilla berman debdi. Bo'lmaydi. Qandaq nima sen? Deb ochiqlashga boshlabdi kambag'al. 100,000 bersangmi men qo'limni hargiz bermayman. Mayli undaq bo'lsa, shu 10,000 tillaga bir barmog'ingni ber. Qanday? Nimishki men barmog'imni bergidek bersang, bütün dunyodagi boylikni bersangmi, men barmog'imga almashtirmayman deb xapolab ketibdi. Uning bu gapini anglagan yo'lovchi maqsadiga yetibdi. U mundaq debdi. Ey noshukr banda, ya unda bo'lsa nimishki nola qilasan? Allohning sana qanchalik berganini ko'rmayapsanmi? Futqoling saq, aql o'shingmi joyida ekan. Sen bo'lmasa peqirlikdan noliqib o'tiribsan. Allah bergan shu ne'matga shukr qilishing kerak emasmi? debdi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling.
Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar Ma'lamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir shaharda ikki qo'shni yashaydi ekan. Birining oilasidagilar hamma narsada bir-birini ayblab, hech kelishamaydi ekan. Uylardan pat-pat varangchiron ovozi chiqib turdi ekan. Ikkinchi qo'shnisining uyida bo'lsa, hech qanday qattiq ovoz anglamaydi ekan. Bir kuni jidalxo qo'shnisining xotini eriga "Bering, nemishqa ularning jidal qilmasning sababini bilib keling" debdi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, uyning bir bulonga mukini olibdi va kuzatishga boshlabdi. Ayoli ko'zlarni yo'tkayotganda telefon jiranglab qoldi. Ayoli qo'ldagi ko'zini tagchiga qo'yib, telefonni olibdi. Shu vaqtda eri boshqa bir uydan chiqib, bexastalikdan ko'zini yerga tushirib sapdi. Ko'za sunib ketibdi. Ammo yoshlanib turgan u "Endi jital bo'ldi-ku" deb turganda ayoli kelib kechirim so'rabdi. "Kechiring, men aybdorman. Ko'zni tagchiga men qo'yib qo'ygan" debdi. "Yo'qay, nima deyapsan?" deb javob berdi eri. Men ayblik. Men doimo aldirash yurman. Diqqat qilmay qoptiman." Mayli. Sunsi bir atal ko'z kelgu debdi. Jidalg'u qo'shna uyga kelgan vaqtda ayoli uningdan so'rabdi. "Bak uzab ketdingiz-ku. Zodi nima ekan sababi?" debdi. Yo'ldoshi unda bo'lishi ularning har ikkisi ayblikkan. Bizde bo'lsa ayıplar yo'q. Har qanday ishda har ikkimiz haq bo'lib urishadiganmiz deb javob beribdi. Shundaq do'stlar, bu dunyoda keng qo'saqlik bilan apochalikdan boshqa insonni insonga yaqinlashtiradigan bebaho guhar bo'lmasi kerak. Hurmatli do'stim, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, mushtariy bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Biz bir ikki haftadan beri anlatib kelayotgan programmalar sınaq nusxada anlatib kelayotgan programmalar bo'lib, nurg'ulg'an tomoshabinlarimizning qo'llashidan o'tdi. Shunga programmamizni rasmiy turda e'lon qilishni bugundan boshlab yo'l qo'ydik. Shundaqla bizning bu programmaning tunji anglag'uvchi bo'lganingizni qizg'in tabriklaymiz. Hamda bizni qo'llab madad berishingizni, hamda programmalar sizga azroq ma'naviy oziq ato qilib kelgan bo'lsa, bizning qanolimizga ergashishingizni va qimmatli taklif fikrlaringizni berishingizni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmaning ismi bugundan e'tiboran Ma'lamni yoritgan oy bilan suhbat programmasiga o'zgartirildi. Diqqatingizni berganingizga ko'p rahmat. Qadrli anglag'uvchilar, anglayotganlar, Ma'lamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir sayohatchi bir mo'mayning daryo bo'yida suvdan o'tolmay turganini ko'ribdi. U intayin charchab ketgan bo'lsa-mu, bütün kuchini chiqarib, heliqi mo'mayni yudib daryodan o'tkazib qo'yibdi. Natijada daryodan o'tib bo'lgandan keyin mo'may hech narsa demayla ketib qoldi.
sayohatchi intayin pushaymon qipti. Shuncha jafo tortib bu mo'mayni daryodan o'tkazib qo'yishga arzimaydigandek his qipti. Chunki bu mo'may rahmat o'g'lim degan bir eg'iz gapni qilmagan ekan. Kim bilsin, necha soatlardan keyin uning herib madori qolmaganda bir yigit yurgan petim uning kaynidan yetib keldi. O yigit mundaq debdi: "Momamni qutqizganingizga rahmat. Momam aslida mashin vaqasida so'zlayolmaydigan bo'lib qolgan. Momam sharat orqali bu narsalarni sizga yetkazib berishimni topildi. Sizni ishlatib qolarmikin degan umiddaman." deb so'zni tugatibla yigit bir muncha yemaklarni sayohatchiga tanglabdi. Hamda minib kelgan itinimi uningga sovg'a qilibdi. Shundoq do'stlar, hayotning sizga javob berishiga oldirmang. Ba'zida savrchanlik bilan saqlashingizga to'g'ri keldi. Mayli yaxshilik qiling, mayli yomonlik qiling, cho'qim hasilab yonadi. Hatto hech qanday ish javobsiz qolmaydi. Hurmatli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsanglar, bizga ergashing. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar bu kechsiz tanha emas programmasining donalar turdonlari sahifasi. Mikrofon oldida Asiya. O'ziga ishonch kamil kishilarda ko'rinmaydigan 15 turlik ahvol. 1. Bahani ilgiri sürmeydi. 2. Başkalar qilishdan qo'rqqan ishlarni qilishdan qo'rqmaydi. 3. Rahat parag'at qo'g'lashmaydi. 4. Bugunning ishini ertaga qo'ymaydi. 5. Başkalarning salbiy tushunchalarining ta'siriga uchirmaydi. 6. Başkalarga baha vermeydi. 7. Şəraitning yar vermeyenligini görüp ben koyup etmeydi. 8. Özünü başkalar bilen seliştirmeydi. 9. Həmmə kişini memnun qilishqa urinmaydi. 10. Muqim bir kapolatga muhtojlik his qilmaydi. 11. Hayotning ochiq realligini nazardan saqit qilmaydi. 12. Kichik umutsizliklar sababidan ishini yerim yo'lda tashlamaydi. 13. Bir ishga tutush qilish uchun boshqalarning tasdiqi yoki rag'batlantirishiga muhtoj emas. 14. O'zini tar doiraga mahkum qilmaydi. 15. Tor dunyosida o'qigan har narsaga qarg'ularcha agashmaydi. Ustida o'ylanadi, istinadi. Agar qonunimizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Anglayotganinglar bu kechsiz tanha emas programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Rivoyat qilinishicha, bir podshoh bolasini ustozga topshirib beribdi. O'g'li
10 yılda öğreniş kerakli bo'lgan ilim savaqlarını hammasini layoqatli tükütüptü. Şuningdek uyga qaytishga tayyorlik qilib turganda shogirdini ustozi huzuriga chaqirtibdi. Shogirdini keltirib kelib bir tastak saptı. Bekardan urilgan bu tastak shogirdining ichiga o'tib ketdi. Ochchig'i bahli kepti. Shogirdlik hurmatida ustozga gap qila olmabdi. Yıllarning o'tishi bilan otasining o'rniga shoh bo'lganda uning birinchi qilgan ishi ustozni huzuriga elib kelib, osh kundagi tastak sababini so'raganda ustozi shundoq javob beribdi. Men sizni beka-bekadan urmadim. Ana shu tastak 10 yildan beri qalbingizda o'chmay kelibdi. Bilib qilingki, siz kimga zulm qilsangiz, shuning qalbida alam ham saqlanadi. Bu mening eng oxirgi darsim edi, debdi. Shundoq do'stlar, inson ömürdə kimdən azar yeyini biladi. Ammo kimga azar berginini bilmaydi. Agar bilgan bo'lsaydi, hech kimga azar bermagan bo'ladi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, 2-sayfasiga quloq seling. Assalomu alaykum do'stlar, anglayotganinglar bu kechisiz tanamas programmasining hayot hikmatlari. Danışman ota-bobolarimiz o'z turmush tajribalarini yig'inchoqlab, tatbiq qilib avlodlarga noiti falsafaviy maqol tamsillarni qoldirib ketgan. Yani bulardan misali Mo'rining isini Turxun bilar, Begimning qo'rsqi to'q, quli bilan ish yo'q degandek. Keni tuanda bireylarning o'z xotirasiga yozgan bu jumlalarga quloq solaylik. Sening ma'langda optab chiqqanda, mening ma'lamda yomg'ir yoqqan. Sen yomg'irni emas, quyoshni ko'rganing uchun mening yomg'irda to'nglig'inimdan xavassiz. Sening beg'ingda gul ichilganda, mening beg'imdagi gulga ushib tekkan. Sen gulingni ko'rganing uchun mening azobimni tushunmayding. Senin qaznığında aş qaynaganda, mening çaynikimda çay qaynamgan. Senin qo'rsqing tamoq to'yg'ini uchun mening och ekanligimdan xabaring yo'q. Shundoq do'stlar, inson davomli har ishni o'zining tarasida o'lchashga erishman. Shunga cho'nglarda ko'rganni qilar, ko'rmagan nemani qilar degan so'z bor. Turmushda biz his qilib, ko'rib, anglab bo'la olmaydigan ishlar nihoyatda ko'p. Shunga mehrlik qo'llarimizni shu biz ko'rib baxmagan kishilarga sunaylik va shular uchunmi duo qilaylik. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar.
Anlayatqanlar bu keçisiz tenhames programımızın tarix ve bugün sahibimiz. 8 aprel bu gün bolsa biz Uygurlarning tunji qitim davlat armiyasi qurgan kunimizdir. Asiya Uygur. Bunundan 75 yıl avvalgi bugungi kunda bizning tunji davlat armiyamiz bo'lgan. Bu kun bizni mangu iftiharlandırdı. Ular bulğaçqa biz mustaqillik ve erkinlikning ta'mini tetiy olgan. Bugunning adolatsizliklerini tushunadigan ve öz haqlarimizning borligiga ishongan. Shundaqla kelgusiga umid bilan qaray olgan. 75 yıl gerçi bir milletni yo'q qilishiga yetarlik uzun vaqt bo'lsa-mu, biz yo'qolmadik. Bir asrga yaqin bu uzun tarixda biz bir qitimmi boshqalarning bir qismiga aylanish, o'zligimizni yo'qotish va Xitoylarga singib ketishdek voz kechish yo'lini tanlamadik. Dal voz kechalmaganligimiz uchun xo'rlandik, tuhmat bilan qarlandik, o'ltirildik. Dunyodan yolg'iz qoldirildik. Oqibatda irqiy yo'qotishga uchirdik. Ammo biz biz voz kechmadik. Hamda voz kechmaymiz. Chunki biz erishib boqqan. Biz tarixda o'z davrdoshlarimiz qatorida davlat qurgan, tarix yaratgan, erkinlik ve hürlük üçün düşmanımız tacavuzçı Xitaylarning abdi bashirsi dunyoga oshkora bo'lgan bu kun dal bizning ustimizdagi tuhmatlarning yolg'onligi pash bo'ldigan Xitoy hokimiyati ustimizdagi jinoyatlari sababli so'roq tortildigan ulug' bir kun. Biz yo'qolmaymiz. Balki dunyo xalqi ve adolatning kuchi bilan dunyodagi eng cho'ng ve dehşetlik rezillikning manbasi bo'lgan Xitoy hokimiyatining halokat ichida vayron bo'lib, dunyoda qayta tinchlik barpo bo'lishga shohid bo'lamiz. Dunyo xalqi bilan birlikda dunyoning qayta gullanishi ve tinch taraqqiyoti uchun mas'uliyatimizni ado qilamiz. Assalamu alaikum dostlar, anlayatqanlar bu keçisiz tenha emas programımızning hayot hikmatlari sahifasi. Bir kuni kash xizmat ishim uyga qaytib kelib, balkon chirog'ining yo'riq turganligini ko'rib, ayolni unutib qolgan o'xshaydi deb o'ylabdi. Şunun bilan o balkonga chiqib, chiroqni o'chirib bo'lganda ayoli uni to'sibdi. U intayin hayron bo'lib, ayoldan nima bo'lganligini so'ragan ekan, ayoli deraza sirtini ko'rsatibdi. U deraza sirtidagi yo'l bo'yida axlat to'lgan bir cho'ng uchchoqliq harvoning turganligini, harvo yanida axlat teriydigan bir jup ayolning chiroq nurida o'ltirib, bir tarafdan chaqchaqlashqash, bir tarafdan g'izolanayotganligini ko'ribdi. Bu chiroq nuri aslida bu bir juplarni yo'ritib turganligini ko'rgan xizmatdoshim u ayolga qarab kulimsirabdi. Shundaqla ayolni quchoqlab balkondan asta ayrilibdi. Deraza sirtidagi u bir jup ayollarmi bu notanish shaharda ular uchun atayin chichilayotgan bu chiroqni mangu bilmaydi albatta. Shundaq do'stlar,
minnatdorlik qalbimiz bilan atrofimizdagi kishilar uchun nur bo'layli, nur chachayli. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar bu kechisiz tanamiz programmamizning hayot hikmatlari sahifasi. Dada 80 yaş kirdi. Yaşanğanlar divanlik kesilik giriftar bulup qalğan edi. Bir kuni deriz aldığa bir qush uçup geldi. O sordu. Oğlum, o nime? Oğlu, kuş kaçtı da, dedi. Biraz ötkenden keyin o yana sordu. Oğlu terikken halda cevap verdi. Kuş kaç dedim o da. Tasabır. Uzak ötmey dadı yana sordu. O nime oğlum? Oğlunun açık geldi. Deri sırtığa bir kuşkaş uçup kelgen idi. O kolu bilen köstüp, o nime dada dep sordu. Ben kuşkaş dedim. Oğlum güdek avazı bilen izcil sordu. Ben mu izcil cevap verdim. O hatta 15 qitim sordu. Ben 15 qitim cevap verdim. Oğlum neme degen omaq ha? Bu Kur'an'ı köygen oğlunun yüzleri göz yaşları bilen toldu. Derek cim turayı deydiyor, şamal cim tuğuzmaydı. Bala bakay deydiyor, ata anısı saklayalmaydı. Nurgun ballarının keçonlarga boğan sevirçalıqı ayni yıllardaki ata anısının ularga boğan sevirçalığa oxşamdı deysiz. Navadı kızıqsınız, ikinci hikayemizga kulaq bəgeysiz. Anlavatqınınla hayat hikmetleri. Bir yolcu bek charchab ketib, yol boyida uxlab qopti. Uzaq o'tmay bir zaharlik yılan o çöpler arasından asta sho'ng'ib chiqib, qattiq uyquga ketgan yo'lovchi qarab o'mlabdi. Zaharlik yılan yo'lovchini chaqmoqchi bo'lgan dal shu paytda yana bir yo'lovchi bu yerdan o'tib kelib, zaharlik yılanni urib o'ldirib yutibdi. Hem shundaqla uxlayotgan yo'lovchining shirin uyqusini buzib etish ko'zi qiymabdi. Hamda asta yetib qapti. Bu yo'lovchi doim boshqalarning shapoiti ostida yashaydi ekan. Biroq u dal uyquga ketganda yuz bergan shu voqeani mangu bilmabdi. Shundaq do'stlar, bu hayot bir sirli karvon. Bu hayotimizda biz ezelden mi ko'rib baxmagan
insonlar tarafidan yaxshiliklarga ham insoniy mikro muhabbatlarga bilib bilmay erishishimiz mumkin. Navoda qiziqsangiz, ikkinchi hikoyamizga quloq bergaysiz. Anglayotganinglar hayot hikmatlari. Padişah qattiq soğuq kechilarning birida qasriga qaytib ketdi. O darvoz tüyde yelin kiyimler bilan ör turgan yaşangan darvozbonni ko'rib, onunğa yaqinlashibdi va onundan "To'ngildingizmi?" deb so'rabdi. Darvozban "To'nglayapman, biroq soğuktan daldı boğadak qilin kiyimlerim yok. Şuna bununla çınmaqdan başka ilacım yok. Padişah alileri depti. Padişah bunu anlap, "Men hazır qasrimga kirib, xizmatkorlarimdan biriga sizga qiynalroq kiyimni olib chiqib berishni taplayman" deb va'da berib ketib qoldi. Darvozban boy padişahning bu va'dasidan noyitmabek xursand bo'ldi. Lekin padişah qasrga kiriblam boy qilgan va'dasini unutib qoldi. Hatsi kishilar darvozban boyning sovuqda to'nglab bu dunyodan vidolashganligini, uning yon tarafida "Padişah alileri, men her kuni kechisi soğukta qaysarlik bilan chidab kelyapatdim. Ammo sizning akşam qilin kiyim ochiq turib beraman deb bergan va'dalari mendan kuch-quvvatimni tortib oldi va meni o'ldirdi" deb irmash-chirmash qiynab yozilgan bir parcha xatni bayqabdi. Şundaq dostum, sizning boshqalarga bergan va'dangiz ularga siz o'ylagandan bakrak muhim bo'lishi mumkin. Shunlashqa bergan va'dangizga xiloflik qilmang. Chunki siz shu sababdan nimalarni yo'qotib etganligingizni bilmay qolasiz. Navoda qiziqsangiz, ikkinchi hikoyamizga quloq bergaysiz.
Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar Ma'lamni yo'ratgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir er surutda 20 yil ishlab oxiri uyiga qaytadigan bo'pti. Xo'jayini uningdan "Sana 20 yillik maosh lozimmi yoki 3 jumla samimiy maslahat lozimmi?" deb so'rabdi. "Men ata yo'lga chiqaman. Ata atdiganda javobini beray" debdi. Xo'jayini "Bo'ladi" debdi. U kechasi uxlamabdi. Ertesi u xo'jayiniga "Manga 3 jumla samimiy maslahat kerak" debdi. Shuning bilan xo'jayini uningga 3 ig'iz samimiy maslahatni aytib beribdi. Birinchi: mumkin bo'lmaydigan udul yo'lni izlashga urinma. Dunyoda o'ng'ay ish yo'q. Faqat astoydillik eng yaxshi usul. Ikkinchi: aniq yaxshi ish emasligini biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketmagin. Balkim mushuning sababidan hayotingdan ayrilib qolishing mumkin. Uchinchi: qiziqqan vaqtingda hargiz qaror chiqarma. Bo'lmasa bu qaror sening bir umr afsuslanadigan ishingga aylanib qolishi mumkin. Bularni deb bo'lib xo'jayini bu erga ozroq pul va 3 tal bulka beribdi. Hamda eng cho'ng bulkani uyga berib bo'lgandan keyin ondan yiyin deb tapilabdi. Yo'lga chiqibdi. U necha kun mengibdi. Birinchi bulkaning yarmini yebdi. Uzoq o'tmay bir yo'l eg'iziga uchrabdi. U boshqalardan "Qo'shni kanatga qaysi yo'l bilan mangisi yaqin?" deb so'rabdi. Yo'lovchi "Kichik yo'l bilan menang." "Yaqin" debdi. Yo'lovchi "Cho'ng yo'l bilan menang, bexatar" debdi. U ayoli bilan ko'rishishga qattiq taqozo bo'lib ketgachga kichik yo'l bilan mengibdi. Mengib uzoq o'tmay yo'lovchilarning yaqin atrofda tog' qaroqchilarining adab ketganligi to'g'risida deyishayotgan gapini anglab qopdi. Shuning bilan u xo'jayinining birinchi nasihatini yodiga kelibdi. Shuning bilan kayinib cho'ng yo'l bilan mengibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkaning ozroq qismini yeb bo'pti. U arzon qunalg'udan birini tepibdi. Yerim kecha bo'lganda bir ayolning yig'i ovozini anglab uxlay olmabdi. Shuning bilan chiqib qarab boqmoqchi bo'pti. Bu chog'da u xo'jayinining ikkinchi nasihatini esiga oldi. Yaxshi ish emasligini aniq biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketma. Shuning bilan u yetib uxlabdi. Ikkinchi kuni atdigan o'rnidan turgan vaqtida do'kon egasi uningdan hayronlik bilan so'rabdi. "Sizda hayotmi?" U tushunmay nimishqa bundoq so'raydiganligining sababini so'rabdi. Do'kon egasining deyishicha, uning bir sarang qizi bor bo'lib, kesili qo'zg'alib qolgan vaqtida yig'lab boshqalarni chaqirib chiqib, ondan ularni o'ltirib etdi ekan. Tunugun qo'ngan mehmonlarning ichida faqat bir o'ziningla hayot qilganligini anglabdi. Ig'ir bir tanibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkani yeb bo'lgan vaqtida uyiga yaqinlab qopdi. Qorong'u tushib uzoq o'tmay u o'zining kantiga yetib kelibdi. Uyiga kelib, endi eshik chekay deb turishiga o'ylamagan yerdan uyda bir kishining ovozini anglabdi. Uning qattiq ochiqi kelibdi. Qo'liga bir paltoni ilib uyga itilib kirmoqchi bo'pti. Biroq u chog'da xo'jayinining 3-chi nasihatini yodiga oldi. Qiziqqan vaqtida hargiz hech qanday qaror chiqarma. Balkim bu qaroring bir umrlik pushaymoningga aylanib qolishi mumkin. Shuning bilan u o'zini besib olib, uyining oldida bir kecha o'ltiribdi. Ikkinchi kuni sahardala eshikni chekibdi. Ayoli uning qaytib kelganini ko'rib, shunday xush bo'lib ketibdi. Biroq u shunday sovuqqonlik bilan "U kim?" deb so'rabdi. Ayoli kulib turib debdi. "U bizning o'g'limiz." "Emasmi? Siz ketib uzoq o'tmayla bu chog'da u bu yosh yigitning chiroyining o'ziga shunday o'xshaydiganligini bayqabdi." Ota bola ikkisi tunji qitim ko'rishib, bir-birini quchoqlashib, yig'lashib ketibdi.
Biraz g'amxo'rlikdan keyin er 3-chi bulkini elib ayoli va o'g'li bilan birga yemakchi bo'pti. O'ttirini kesgandan keyin o'zining 20 yillik maoshining shuning ichida ekanligini bayqabdi. Amaliyotda bu biz har birimizning kishilik hayot nasihat so'zlarimizdir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanlimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar alamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Avlibit. Bir kuni bir yosh yigit gretsiyalik mashhur siyosiy faylasuf Sokratdan so'rabdi. Qalbiga qanday yetish kerak? Sokrat uningga "Men bilaman, sana qalbiga qanday yetish kerakligini ko'rsatib qo'yay" deb bir daryo bo'yiga ilib ketdi. Ondan yigitga o'zi bilan birga daryoga kirishga buyuribdi. Daryoning yerimiga kelib, suv har ikkisining bo'yniga kelganda, Sokrat tuyuqsizlik hiliqi yigitning bo'ynidan beshini sug'ib bostirishga boshlabdi. Hamda midirlig'i qo'ymabdi. Hiliqi yigit jon ochiqchiligida ko'zi ko'k ko'kirib o'lgili tas qolganda sudun chiqaribdi. O yigit ochiqlab, "Nima qilganingiz bu apandim?" deb andikib so'rabdi. Sokrat, "Sen bayasuning ichida tinolmayotganingda dunyoda hammadan bek nimani arzu qilding?" deb so'rabdi. Yigit darhol "Albatta havo" deb javob berdi. Sokrat, "Sen qalbini bayotinolmayotganda havoni arzu qilgandek, ana shundoq arzu qilganingda ondan uningga yetsan" deb javob berdi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Yunusjon To'xti. Erkinlikda o'lish. Avtori Vali Davud. Köşmen xalq joylashgan tog'larning birida dahshatli bir yirtqich hayvon paydo bo'lib qoldi. O maxluq botir xumar tog'chilarning turmushiga baloyi afat yog'dirishga boshladi. O kechisi tog'dan tushib odamlarga to'ydirmay behisob chorvalarni kuchlik alqonlar bilan yanchib, bo'g'ib halok qilyapti. Kunduzlar bo'lsa o'ziga insi jinni yaqin yo'latmaydi. Natijada tog'liqlardagi eng qaysar ovchilarning botirona harakatlarimi o'zlarining halokati bilan oyoqlashdi. Mana tog'liqlarning qo'rqinch besishga boshladi. Oxiri kishilar vahshiy hayvonni o'z mayliga qo'yibdi. Jon tanda aman bo'lsa, mol dunyo hamon tepiladi deyishdi. Bir kuni yurt begining yashangan quli begning oldiga kelib tizlandi. "Menga erkinlik berishga va'da bersizlar. Men o yirtqichni yo'qota olayman" dedi. Begning ko'zlari qiyshib ketdi. O bir ömür o'zining oyoq ostida o'milib yashagan qiyri qulni go'yoki tunji qitim ko'rayotgandek uzun sinchilab qaradi. "Pah. O'shani yig'chal", dedi beg gumon bilan o'z qulining bosh ustidan qarab. "Menga erkinlik berishga va'da bersizlar. Yirtqich hayvonni 12 tog'ning eng mahir o'g'chilarimi yo'qtanmaganligini bilamsan?" "Bilaman, alilari." "Uning qanchalik odamni nobud qilganligini bilamsan?" "Bilaman, beg alilari." "Endi o'ylab baq. Sen o'zing kimsan?" "Yirtqich seni par qilib tashlaydi." Qiyri qul beshini ko'tarib bekka o'tinish bilan tikildi. "Shundoq bo'lganda meni hur odamlar qatorida dafn qilsalar." Beg hech qarg'i kammas olg'i tushib qolgan qiyri qulning tarsaliqining tegiga yetmay g'azablandi.
Xo'p. Men sening qeyri teningga erkinlik berganmi bo'lay? Sen mushu qurbatsiz holing bilan jiningni jon etalamsan? Erkinligingni tashlan qilib yeyalamsan? Sen erkinlikni nima qilasan? O ündimidi. O'rnidan qimirlamay javob kutdi. Qani menga ittifoqina, sen vahshiy hayvonni qandoq yo'qotmoqchi? Kuch-quvvatingga taynibmi yoki hili-mikringimi? Va yoki ashu ojiz qo'ling bilan mushlab o'ltirmoqchimisan? Sen yer yuzidagi qandoqdir ulug' odammi-ya? Ko'kdagi o'lmas botirlarning ruhimi ya? Karomatchi sevirgermisan ya? Ha? Menga va'da bersizlar beg oliylari. Beg ochiqdan bo'g'ilib qo'lini silkib vaqirdi. "Ba, ajlingning oldiga, tarsa o'chga, botirlar begi. Agar sen shu yirtqichning mo'yidan bir tal akila olsang, ba'dim shu erkinlikingni." Yurt begi Qeyriqulning oppoq oqargan sochlariga chorakkam 100 yillik hayotining issiq sovuqlari hisobsiz iz qoldirgan qo'rq yuzlariga uzung'ich sinchilab, asta-asta jiddiy sipoy qiyofat bilan uning ko'mish sochliq beshidagi aqli meningkidan ortiqdir deb o'yladi. "Sana va'da beray, agar degan so'zingning huddisidan chiqa olsang, erkinligingga qo'shib bir qo'ra mol hadiya qilaman", dedi bek. Qeyriqul ipini tepib vahshiy maxluqning oziq izlab chiqib ketgan paytida uning o'nkiri oldiga berib oldi. Tayyorlikni tugatgandan keyin o'nkir ichidan yirtqichning kuchugini tutib olib chiqib, beshiga keladigan vahshiyatni tamkinlik bilan kutib o'ltirdi. Ayol o'tmayla eliqi maxluq issiqqan tamchilab turgan cho'ng bir parcha go'shtni tishlab qaytib keldi. U birdilla o'z o'nkirining oldida kuchugini qamallab o'ltirgan odamni ko'rib cho'chib ketdi. Hatta qo'rqqandek bir necha qadam orqaga dajidi. Lekin ko'zni yumib ochqicha o'tkir shivoqlardek yoyli hurpiyib tiklashdi. Cho'g'dak ko'zlari vahshiyona chaqnab yondi. U nayzi uchidek yirtqich tishlarini patirib turgan o go'shini irg'itib tashlab, ba'ayni qiyotog'dek bo'lib chiqib putlab o'r bo'ldi-da, odamga bo'randek o'kirab xiris qildi. Shu hamon Qeyriqulmi o'rnidan turib vahshiy maxluqni dahshatligarak o'kirdi va qo'lidagi maxluq kuchugini beshidan egiz ko'tarib zarbi bilan yerga urdi. Kuchuk quloq mangini tashkida qisqa ochiq qanshib shu hamon o'ldi. G'azab ham alamdan asoshini yo'qotgan maxluq g'aljirlashib Qeyriqulga janjakli bilan etildi. U g'azablangan yirtqichning yiqilib kelishiga chabdaslik bilan orqaga burilib, qo'yuq yovvoyi o'simliklar orasiga o'zini atdi. Shuning bilan tang jon ochchig'ida yangirgan azobli ho'krak sada butkul tog'u toshni titratibdi. Qorong'u chatqallar orasiga yo'shiringan ajallik zarba, uzun o'tkir po'lat nayza g'aljirlashgan maxluqning ko'kirgiga toki gavdasidan teshib chiqqanga qadar sanjilgan edi. Yirtqich ajallik yara azobida o'rinda peqirab do'milab ho'kirdi. Nayza sepini tishlab titibdi. Va birdilla oxirgi nafsini, kuchini to'plab, irmash-chirmash o'sib ketgan qo'rg'ondek mustahkam yovvoyi chatqallar orasiga qamilib qolgan Qeyriqulning ustiga tashlandi. Qeyriqul ming mushaqqatda esini yig'di. Nihoyat uzunda asta-asta ko'zini ochdi. Yana shundoq azob bilan o'zidan bir necha qadamlar nerida qonga chilishib, zo'r qoramtashdek dardiyib yotgan yirtqichni ko'rdi. U shundala xotirjam ko'zini yumdi. Lavlarda baxtiyor kulki jilvalandi va hayal o'tmay shu pet qaytib qoldi. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Olimut. Pokistonlik doktor Ishan Husayni ko'rsatgan xizmatlarining mukofotini olish uchun aeroplan bilan xalqaro ilmiy yig'inga bordi. Lekin yo'lda chaqmoq so'qib, aeroplan ularga eng yaqin aydrumga qo'nishga majbur bo'ldi. Keyingi aeroplan 16 soatdan keyin uchadigan bo'lib,
Doktor İşan Hüseyin, "Qandaqlı bolmasun, yig'inga vaqtida bormsan bo'lmaydi" deb açıldı. Xizmatchilar uning bardigan yerining mashinalik 6 soat yiroqlik ekanligini, agar xolasa mashinadan birini kira qilib berganini aytdi. Doktor aldirab tenapli yo'lga chiqdi. Lekin qattiq yoqqan yomg'ir sababli kelkun kelib, doktor yo'lni davom qilolmaydi. O yo'l yoqsidagi kona uy ishini chekib kirib, yashangan ayoldan "Uyda telefon bormi? Ciddi telefon urimsam bo'lmaydi" deydi. Yashangan ayol "Ko'rmayaptamsan bolam. Bu yerda telefon tugul, tokmi yo'q. Sen bularni bir chetga qayirib qo'y. Kel. Bir piyol choy ichish, tamoq yegin. Buningdan keyin biz bularni o'ylashaylik" deydi. Doktor ilojsiz tamoq yeb, choyni ichib o'tirganda Mo'may namoz o'qib uzundan uzun duo qildi. Doktor sinchilab qarab, Mo'mayning to'xtamay beshik tardiyotganini, bu beshikda bo'lsa kichik buvoqning medirlamay yotganini ko'rdi. Doktor Mo'maydan "Buvoq kimning? Nemishga yig'lab turib uzun duo qilsiz?" deb so'radi. "Bu navram ota-onasidan yetim qoldi. Ig'ir kesilba. Musha atrofdagi doktorlarga ko'rsatdim. Amal yo'q. İşan Hüseyin ismli bir doktor var. Şu amal qılalaydı deyishdi. Lekin o doktor nayt yiroqda ekan. Bir necha kunning yog'i Allohga bu buvoqning ishini oson qil deb duo qilyapman." Doktor Hüseyin yig'ilgan holda Allohning o'zining quliga istaganini qandoq yetkazganligini qalbimdan iymon etdim. Sizning duolaringiz chaqmoq chaqtirib aeroplanni yerga qo'ndirdi. Kelkun keltirib meni bu yerga ilib keldi. O'rningizdan turing ana. Duolaringiz ijobat bo'ldi. Men İşan Hüseyin'i doktor bo'laman dedi. Shundaq do'stim. Barcha yo'llaringiz to'salganda osmon zimin yaratgan egisiga yelinim. Buning iltimosnomasi duodir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, bizga ergashing. Assalamu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Madina Abdusattar. Er kishi nemishqa o'zining ayolini boshqa ayollarga qaraganda ko'rimsiz ko'radi. Kişilerden biri hikmetlik ve tecrübe egisi bo'lgan bir alimning qishig'i berib, "Men ayolimni tunji ko'rgunimda uningdek güzel bir qiz yo'q" deb o'ylaydim. Choy ishkizilgandan keyin uni xili ko'p qizlardan chiroylikan deb o'yladim. To'y qilib bo'lgandan keyin uningdan chiroyli ayollarining ko'pligini his qildim. To'y qilib bir qancha yil o'tgandan keyin bo'lsa, uningdan boshqa ayollarning hammasi güzel ko'rinadigan bo'lib qoldi, dedi. Olim o kishiga, "Sana deganingni qo'rqinchli qishni deb beraymi?" dedi. O kishi "Ma'qul" dedi. Olim, "Agar sen dunyodagi ayollarning hammasi bilan to'y qilsang, dunyodagi butun ayollardan ko'chadagi chiroyliroqkan deb o'ylaysan" dedi. Iliq kishi, "Bu nima deganlari?" deb achchiqlanganda olim, "Bu yerdagi masala ayolingda emas, balki senda. Agar insonning qalbi tamaxur, ko'zi Allohdan g'oya qilmaydigan bo'lsa, uning ko'zini qabrining to'pisidan boshqa narsa to'shqizolmaydi. Sendagi eng cho'ng masala ko'zingni Alloh harom qilgandan yummaslik. Ayolingni tunji ko'rgan vaqtingdagidek dunyodagi eng go'zal holatiga qaytarishni xohlamsan?" dedi. O kishi ma'qul bo'ldi. Olim,
ko'zingni nomahramdan yiqqin dedi va Allohning Mümin erlerge aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir degan oyatini o'qib berdi. Ilkimni bo'lmagan har narsani shuncha go'zal va chiroyli hisoblaysan. Erishganingni bo'lsa, nazaringda odatdagi narsaga aylanadi. Mana bu haqiqat. Shunga ilkimnigini cho'ng bil, tamaxur bo'lma. Çünkü sen mal dünya ve güzellerinin kaynidan minib charchagan holatda hayotingni oxirlashtirsan. Eng güzel narsa Allohga ibodat qilish va yaxshi amallarni qilishdir. Ibodatning lazzatini Alloh uchun yashagan kishidan boshqa hech kim bilmaydi. Har doim Allohdan ayolingizni sizga go'zal ko'rsatib berishini va muhabbatini qalbingizga selishini so'rang. Assalamu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Asiya. Nazarimdagi eng tuvan kishilar inson turib, inson yaratmaydigan kishilar. Ular hech kimni yaratmaydi. Oxiri hech kimga yaramaydi. Kam qo'rsoqlik qo'rqqanlik emas. Aksiga yo'q qo'yganlik. Qarindoshlarim bilan talashdim. Sen yandin, biroq tayanching ketdi. Ayolim bilan talashdim. Sen yandin. Muhabbatim ketdi. Yo'ldoshim bilan talashdim. Sen yandin. Baxtim ketdi. Do'stlarim bilan talashdim. Sen yandin. Sirtishing ketdi. Shuni o'ylab baxtimmi? Eng oxirida qattiq yenilsam bo'ldim. Agar qonunimizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Kambag'al bir kishi yaratquchiga nola qilishga boshlabdi. Ey Allah! Nimishqini boshqa bandlaringdan kam ko'rding? Nimishqa rizqimni kam qilib yaratding? Buning bu gaplarni bir yo'lovchi anglab qopti va undan so'rabdi. Hey birodar, tinchlikmi? Nimadan norozi bo'tsan? O kishi Allah bana köp rizq ata qilmaydi. Tinmay mehnat qilaman. Biroq shu kambag'allikdan hech qutulmayapman qira. Yo'lovchi biroz o'ylanib turgandan keyin men sana 5000 tillo beraman, ammo bir shartim o'rniga bir ko'zing voz kechsa bo'lamdi? Kambag'al qattiq qo'rqib ketdi da kayniga ishga qadam chekinibdi. Ve sen saqmi qandaq? Men qandaqsiz 5000 tilloga bir ko'zimni kechiman. To'g'ri bir qiziq-ku bu. Yo'lovchi sal turib davom etibdi. Bundaq bo'lsa, bir qo'lingni ber. 10 ming tillo berman, debdi.
Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qandoq nima sen? Deb açıqlanışqa başlapdı kambag'al. 100 ming bersangmi men qo'limni hargiz bermayman. Ha, mayli undaq bo'lsa, shu 10 ming tillaga bir barmog'ingni ber. Qanda? Nemişki men barmog'imni bergidek bersang, bütün dunyodagi boylikni bersangmi, men barmog'imga almashtirmayman, deb xapolab ketibdi. Onun bu gapini anglagan yo'lovchi maqsadiga yetibdi. O mundaq debdi. Ey naşükür bende. Ya onda bolsa neymiş qınalı qilisan? Allah'ның sana qanchalik berginini ko'rmayvatamsa. Futqolun saq, aql o'shingmi joyida ekan. Sen bo'lmasa peqirliqdan haliqib o'tiribsan. Allah bergan shu ne'matga shukr qilishing kerak emasmi? debdi. Programımızı yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalamu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir shaharda ikki qo'shni yashaydi ekan. Birining oilasidagilar hamma narsada bir-birini ayblab, hech kelishamaydi ekan. Uylardan pat-pat varang-churang ovozi chiqib turdi ekan. Ikkinchi qo'shnisining uyida bo'lsa, hech qanday qattiq ovoz anglanmaydi ekan. Bir kuni jidalxo qo'shnisining xotini eriga, "Bering, nemish ularning jidal qilmasning sababini bilib keling," debdi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, uyning bir bulunğu mükünü yaptı ve kuzatishga başladı. Ayali ko'zlarni yo'tkayotganda telefon jiranglab qoldi. Ayali qo'ldagi ko'zini takchiga qo'yib telefonni oldi. Shu vaqtda eri boshqa bir uydan chiqib, bexastalikdan ko'zini yerga tushirib sapdi. Ko'za sunib ketibdi. Ammo yo'shinib turgan o endi jidal bo'ldi-ku deb turganda ayoli kelib kechirim so'rabdi. "Kechiring, men aybdorman. Ko'zni tekchiga men qo'yib qo'ygan," debdi. "Yo'qay, nima deyapsan?" deb javob berdi eri. Men ayblik. Men doimo aldirash yurman. Diqqat qilmay qoptiman." Mayli. Sunsi bir atal ko'z kelgu, debdi. Jidalg'u qo'shna uyga kelgan vaqtda ayoli uningdan so'rabdi. Bak uzab ketdingiz-ku, zodi nima ekan sababi?" debdi. Yo'ldoshi, unda bo'lishi, ularning har ikkisi ayblikkan. Bizde bo'lsa ayıplar yok. Her qanday ishda her ikkimiz haq bo'lib urishib ekanmiz, deb javob beribdi. Shundaq do'stlar, bu dunyoda keng qo'saqlik bilan apochalikdan boshqa insonni insonga yaqinlashtiradigan bebaho guhar bo'lmasi kerak. Hurmatli do'stim, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, mushtariy bo'ling.
Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Biz bir ikki haftadan beri anlatib kelayotgan programmalar, sınaq nusxada anlatib kelayotgan programmalar bo'lib, nurg'ulg'an tomoshabinlarimizning qo'llashidan o'tdi. Shunga programmamizni rasmiy turda e'lon qilishni bugundan boshlab yo'l qo'ydik. Shundaqla sizning bizning bu programmaning tunji anglag'uvchi bo'lganingizni qizg'in tabriklaymiz. Hamda bizni qo'llab madad berishingizni, hamda programmalar sizga ozroq ma'naviy oziq ato qilib kelgan bo'lsa, bizning kanalimizga ergashib olishingizni va qimmatli taklif fikrlaringizni berishingizni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmaning ismi bugundan e'tiboran Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasiga o'zgartirildi. Diqqatingizni berganingizga ko'p rahmat. Qadrli anglag'uvchilar, anglayotganlar, Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir sayohatchi bir mo'mayning daryo bo'yida sudun o'tolmay turganini ko'ribdi. U intayin charchab ketgan bo'lsa-mu, bütün kuchini chiqarib, heliqi mo'mayni yudib daryodan o'tkazib qo'yibdi. Natijada daryodan o'tib bo'lgandan keyin mo'may hech narsa demayla ketib qoldi. Sayohatchi intayin pushaymon qildi. Shuncha jafo tortib, bu mo'mayni daryodan o'tkazib qo'yishga arzimaydigandek his qildi. Chunki bu mo'may rahmat o'g'lim degan bir eg'iz gapni qilmagan ekan. Kim bilsin, necha soatlardan keyin uning herib madori qolmaganda bir yigit yurgan petim uning kaynidan yetib keldi. O yigit mundaq debdi: "Momamni qutqizganingizga rahmat. Momam aslida mashin vaqasida so'zlayolmaydigan bo'lib qolgan. Momam sharat orqali bu narsalarni sizga yetkazib berishimni topildi. Sizni ishlatib qolarmikin degan umiddaman." deb so'zini tugatibla yigit bir muncha yemaklarni sayohatchiga tanglabdi. Hamda minib kelgan itinimi uningga sovg'a qilibdi. Shundaq do'stlar, hayotning sizga javob berishiga oldirmang. Ba'zida savrchanlik bilan saqlashingizga to'g'ri keldi. Mayli yaxshilik qiling, mayli yomonlik qiling, cho'qim hasilab yonadi. Hatto hech qanday ish javobsiz qolmaydi. Hurmatli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsanglar, bizga ergashing. Anglayotganinglar bu kechisiz tana